Ertaga 9-iyun O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo kuzatilishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum. Siz ham o'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishi haqida qiziqayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring va like bosishni unutmang. O'zgidromet ertaga 9-iyun kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida ba'zi joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-22 daraja, kunduzi 33-35 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi deyilgan xabarda.